Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Mana Immunolux ichishni boshlaganman. Bugun 6-kun. Bu kimgadir tavsiya qilganinglarda juda ham e'tiborli bo'lishsin. Tomchi 3, 4, 5, 6. Mana 6 tomchi tomizdim. Absolutno profilaktika uchun ichyapman. Tomiz otganda juda ham e'tiborli bo'lishsin, chunki tomchilar tez tom tushib ketar ekan. Buni men o'zi niyat qilib yurdim, ichmagan mahsulotim faqat Immunolux qoldi deb. Ayollarga ko'proq tavsiya qilinadi, chunki ayollarda hozir kasallik ko'payib ketgan, aynan ko'krak saratoni jenskiy tomonidan. Har bir ayolga bir marta bo'lsa ham profilaktika uchun ichib qo'yish tavsiya qilinadi. Hidi menga bu shunaqa juda ham kuchli. Buni srogi o'zi eski. Men buni saqlab yurdim, ichaman deb niyat qilib. Buni srogi eski, hozirgi oxirgi Immunoluxlar 10 bo'ladigan bo'lsa, u ham tugabdi ofisda. Bu undan oldingi srog juda kuchli bo'lib ketgan. Hidi nihoyatda o'tkir. Yangisini hidi unchalik bo'lmaydi deb aytishardi, doim ichib yurganlar. Lekin buni hidi ozgina ichishga o'zim qiynalaman, chunki yodni prям hidi juda qattiq chiqib turibdi. Mana ozgina rangi o'zgardi. Bugun 6-kun, 6 tomchi bo'lgani uchun. Endi qanday ichaman buni profilaktika qilib? 10ga chiqaman, 10dan yana ortga qaytaman, 1ga tushib, yana 1dan 10ga chiqazaman. Har bir ayolga kasallikni kutib o'tirmasdan, umuman har bir insonga, u ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, bir marta bo'lsa ham o'zinglar uchun shunaqa Immunoluxni ichishni tavsiya qilaman.